Juda ko'p obunachilarimiz tomonidan erkaklardagi hozirgi kunda global muammolardan bo'lgan tez bo'shanish masalasida savollar kelib chiqqan. Doktor, aynan shu masalada batafsil gapirib bering. Kasallik, uning rivojlanishi hamda davolash usullari haqida to'liqligicha ma'lumot bering degan mazmundagi savollaringizni inobatga olib, bugun aynan erkaklardagi tez bo'shanish to'g'risida sizlarga yetarlicha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Albatta bu sizlar uchun manfaatli bo'ladi hamda kasallikni uy sharoitida hamda doktorlarga bormasdan to'g'ri davolash, hayot tarzini o'zgartirish va to'liqligicha kerakli bo'lgan barcha dori vositalar haqida men sizlarga gapirib beraman. Hamda asoslangan tibbiyotga tegishli bo'lgan dori vositalar haqida ham so'zlashamiz. Bu video aynan siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Oxirigacha ko'ring hamda like bosishni unutmang. Assalomu alaykum. Men urolog shifokor Hoshimov Nodir Norliyevich. Bugun sizlar bilan erkaklardagi global muammolardan biri bo'lgan tez bo'shanish haqida gaplashamiz. Tez bo'shanishni har kim har xil talqin qiladi. Kimdir 1 daqiqa yoki 3 daqiqada yoki 5 daqiqada tugatib qo'yish tez bo'shanish deyishi mumkin. Bu yetarlicha to'g'ri emas. Aynan siz necha daqiqa aloqa qilishingizdan qat'iy nazar, o'sha vaqt ichida ayolingizda yetarlicha jinsiy maylni qo'zg'ata olsangiz, bu aloqa yetarli hisoblanadi va bu aloqa to'liq hisoblanadi. Agar masalan aloqa vaqti 15-20 daqiqa davom etishida qat'iy nazar, o'sha vaqt ichida ayolingizda yetarli jinsiy qo'zg'alishni chaqira olmasangiz, bu aloqani muddatdan oldin tez tugatilgan aloqa hisoblanadi. Endi shunday ekan, bu kasallikning kelib chiqishi ikkala jinsga juda ham bog'liq ekan. Demak, ayol va erkak bir-birini aloqa vaqtida to'g'ri tushunishi va hamda bir-biri bilan demak rohatlanishida ikkalasining roli juda ham katta ahamiyatga ega. Erkak kishida tez bo'shanish holati ikki xil sababga ko'ra rivojlanishi mumkin. Birinchisi psixogen, ya'ni asab ruhiy faoliyatdagi o'ta qo'zg'aluvchanlik ta'siridan yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchisi organik deyiladi. Organik aynan o'sha jinsiy olatdagi har xil kasalliklar mexanizmi bo'yicha jinsiy aloqada ereksiya yuzaga kelishi uchun jinsiy olat ichidagi kavernoz tanachalarining ichiga qonning oqishi natijasida ereksiya holati yuzaga keladi. Aynan shu vaziyatda uni ushlab turuvchi, ya'ni qonlarning tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlovchi olat ustida maxsus oqsil parda bo'ladi. Aynan shu oqsil parda kengayib, torayib kengayish natijasida olat ichidagi qonni tashqariga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Pardaning tortilishi hisobiga olat ichidan chiquvchi venalar siqilib, ma'lum bir vaqt davomida o'sha olat ichida qon tomirlarining kengayishi natijasida ereksiya holatini saqlab turadi va bu bosh miyadan kelayotgan reflekslarga, ya'ni qo'zg'aluvchanlik reflekslariga munosib ravishda qanchadir vaqt davomida turib beradi. Bosh miyadan signallar kelishi to'xtagandan keyin qon tomirlar, demak, boyagi oqsil parda bo'shashib, o'sha olat ichidagi qonni qo'yib yuborish natijasida demak ereksiya yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Demak, olatdagi har xil kasalliklar, surunkali yallig'lanishlar, travmalar, chandiqlar natijasida ham aloqa tez tugatilishi sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, bunga yaqqol misol sifatida qandli diabet kasalligini misol keltirishimiz mumkin. Qandli diabet xastaligida qon tomirlar ichida sahr, ya'ni qand mikromolekulalarining demak kristal ko'rinishida devorlarga cho'kib qolishi natijasida o'sha jinsiy olatga qonning kelish mexanizmi buziladi va yetarlicha qon bilan jinsiy olat to'lmagandan keyin ereksiya yuzaga chiqmaydi. Yuzaga kelgan ereksiya ham o'sha aloqa qilish uchun yetarli bo'lmasligi natijasida bemor jinsiy yaqinlik boshlagan paytda juda qisqa muddatda sperma chiqib ketadi hamda bemor jinsiy aktni tugatib qo'yadi va bundan qoniqmaydi albatta. Demak, boshida sanab o'tganimizdan psixogen omillar, ya'ni nerv asab tizimi bilan bog'liq bo'lgan omillar juda ko'pchilik kasalliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Demak, bularni yaxshilab sanab o'tamiz. Birinchisi, odatdagi hayot tarzimizdagi uchraydigan juda ko'plab stress holatlari tufayli yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bosh miyaning ichida kuchli stresslar, qo'zg'alishlar, kundalik asabiylashishlar natijasida bosh miyada demak qo'zg'aluvchanlik mediatorlarning ko'payib ketishi natijasida bosh miyada qo'zg'aluvchanlik faoliyati aktivlashib ketadi. Bu bosh miyaning ichidagi hamma nerv segmentlarida yuqori qo'zg'aluvchanlikka olib keladi.
bemor masalan kun davomida ishda yoki ko'chada asabiylashish natijasida bosh miyada qo'zg'aluvchan katexolamin deyilgan mediatorlarni oshib ketish natijasida bosh miyada kuchli qo'zg'aluvchanlik fonida uyga kelgandan keyin kechki paytda ayoli bilan yaqinlik qilish paytida qo'zg'aluvchan bosh miyasi o'sha jinsiy aktni demak ta'sirlanib tezda jinsiy yaqinlik uchun javobgar bo'lgan markazni qo'zg'alishiga hamda o'sha markaz o'ta qo'zg'alib ketish natijasida jinsiy faoliyatni tez yakunlashga sababchi bo'ladi. Undan tashqari insondagi orqa miyadagi kasalliklar, beldagi grijalar tufayli ham jinsiy aloqa tez tugallanishi mumkin. Juda ko'p erkaklarimiz masalan Rossiyada yoki masalan chet davlatlarda og'ir jismoniy ishlar bilan shug'ullanishadi. Aynan og'ir jismoniy ish bilan shug'ullanuvchi erkaklarimizda bel sohasida grijalar paydo bo'ladi. Ya'ni churralar deymiz. O'sha grijalar nervni siqilishiga hamda o'sha olat uchun yetarlicha bo'lgan qo'zg'aluvchan nerv torlarini qo'zg'atishga sabab bo'luvchi nerv omillarini siqish natijasida jinsiy aloqa yetarli muddat ichida oxirigacha bormasligi hamda erta muddatda tugatilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Nerv torlarini qisilib, ulardan o'tkazuvchanlikning buzilishi oqibatida demak yuzaga keladi. Undan tashqari boshqa kasalliklar, surunkali organizmdagi shamollashlar, doimiy demak charchoqlik hamda surunkali oshqozon ichak tizimi kasalliklari, yurak qon tomiri kasalliklarida doimiy qon bosimini tushiruvchi dori preparatlar iste'mol qiluvchi insonlar bo'ladi. Shularda ham demak jinsiy aloqa vaqti kelib demak susayishiga olib keladi. Yana bir katta guruhni men eslatib o'tmoqchiman. Bu hozirgi kunda erkaklarimiz orasida global bo'lgan muammolardan biri bu semizlik hisoblanadi. Aynan semizlikka uchragan erkaklarda jinsiy zaiflik yoki tez bo'shanish holati sog'lom erkaklarga qaraganda 5-6 barobar ko'p uchraydi. Bu isbotlangan fakt hisoblanadi. Xo'sh, semiz insonlarda tez bo'shanishning sababi nimadan yuzaga keladi? Ularda birinchidan tana vazni yuqoriligi, jismoniy harakatlarda tez hansirab qolish, uchinchisi organizmda testosteronning umumiy miqdori kamayib ketadi. Sababi yog' moddasi organizmdagi testosteronni o'ziga yutib, uni demak estrogen gormoni ko'rinishiga o'tkazib qo'yadi hamda qonda umumiy testosteronning hamda erkin testosteronning konsentratsiyasi kamayib ketishi natijasida erkaklarimiz nafaqat demak jinsiy faoliyatda, boshqa jismoniy faoliyatda ham demak ancha sust bo'lib qoladi. Tez bo'shashishni qanday qilib uy sharoitida ham demak boyagi men sanab o'tgan psixogen hamda organik yuzaga kelganligini aniqlashning osongina usuli mavjud. Demak sizda asab tizimi bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni psixogen holatlar bilan bog'liq bo'lgan tez bo'shanishni demak uy sharoitida aniqlash uchun sizga faqatgina bitta lidokain spreyi yetarli bo'ladi. Jinsiy aloqa qilishingizdan oldin, yarim soat oldin jinsiy olatning faqat bosh qismiga demak spreyni sepasiz. 10-15 daqiqa turgandan keyin uni yuvib tashlab, keyin ayolingiz bilan yaqinlik qilishga harakat qilib ko'rasiz. Agar sizda sprey qo'llaganingizdan keyin aloqa vaqti ma'lum bir daqiqaga cho'zilganligini his qilsangiz, demakki biling, tez bo'shanish bu sizda asab tufayli yuzaga kelayotgan bo'ladi. Undan tashqari, tibbiy sharoitlarda tegishli analizlar hamda tekshiruvlardan o'tishingiz lozim bo'ladi. Masalan, qonda umumiy testosteronning konsentratsiyasini tekshirish, siydik yo'llaridagi surunkali prostatit, uretrit, vezikulit, sistit, demak shu kabi siydik yo'llarining surunkali infeksion kasalliklarini albatta laborator qon hamda yetarli kerakli bo'lgan demak maxsus analizda topshirish orqali demak shamollashlar aniqlansa, shularga davo choralarini ko'rishni tavsiya qilamiz. Davolashga to'xtaladigan bo'lsak, qanday qilib davolaymiz degan shu masalada juda ko'p bemorlarimiz u urologdan bu urologda ba'zi bir tibbiy muassasalarda davolanib yotib shu kasallik bo'yicha davo muolajalar oladi va yetarlicha natija olmaydi. Buning sababi nimada? Siz birinchi navbatda agar psixogen yoki asab tufayli yuzaga kelayotgan tez bo'shanish bo'ladigan bo'lsa, albatta sizda hayot tarzingiz to'g'ri emas. Hayot tarzingizni to'g'rilab olishni tavsiya qilamiz. Juda ko'pchilik erkaklar kun davomida asabiylashish, o'ta charchoqlik, ish bilan bog'liq bo'lgan har xil konfliktlarga yuzaga keladi. Shu natijasida o'sha yuqorida sanab o'tgan holatlarimiz yuzaga kelishi mumkin. Siz hayot tarzingizni birinchi navbatda to'g'rilab olishingiz kerak. Hayotingizda regular sportning o'rni bo'lishi shart. Ovqat iste'mol qilayotgan tarkibida xolesterinning miqdorini kamaytirishimiz kerak.
Men yuqorida sanab o'tganman, xolesterinning yuqori konsentratsiyasi qon tomirlarining ichida xolesterinning ko'payishiga, ateroskleroz blyashkalarning paydo bo'lishiga, hamda qonning oqimining susayishiga, hamda jinsiy odatga qonning kam kelishiga sababchi bo'ladi. Borib bu yetarlicha jinsiy zaiflikning rivojlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Hurmatli erkaklar, aynan shuning uchun ham choyxonalarda juda ko'p ovqat, yog'li ovqatlarni haddan ziyod yeyishni biroz chegaralang. Uchinchisi, ayolingiz uchun muhim bo'lgan mehrni bera olishingiz shart. Agar siz ayol kishiga yetarlicha mehr bersangiz, u pastelda sizga to'liqligicha mehr beradi. Erkak va ayol o'rtasida yetarlicha mehr bo'lsa, jinsiy zaiflik, muddatdan oldin erta bo'shanishlar o'z vaqti bilan, o'z o'rni bilan yo'qolib ketishi ham mumkin. Bu fanda isbotlangan. Sababi ayol kishida yetarlicha siz qo'zg'alish yuzaga kelmasdan, ayol kishi tayyor bo'lmagan holatda jinsiy yaqinlikka kirishsangiz, uning jinsiy yo'llari quruq bo'ladi. Hamda quruq jinsiy yo'llarga jinsiy olat kirganda, olatning boshchasi tez ta'sirlanish natijasida siz jinsiy aloqani tez tugatib qo'yishga sababchi bo'lasiz. Shuning uchun ayolingizga yetarlicha mehr bering hamda unga shirin so'zlar bilan demak o'zingizga chorlashni tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda men sizlarga samarasi bor bo'lgan preparatlar haqida gapiraman. Preparatlarni nomma-nom aytmayman, chunki reklama bo'lib qoladi. Birinchisi bu antidepressant dori vositalari. Antidepressant dori vositalarini ichishga hozirgi kunda juda ko'pchiligimiz muhtojmiz. Sababi yuqorida sanab o'tdik, stress va asabiylashga hammamiz moyilmiz. Antidepressant preparatlarini uzoq muddat ichish tavsiya qilinadi. 3 oydan 6 oygacha ba'zi bemorlarda yillar davomida qabul qilish bosh miyaning tinchlanishiga hamda bosh miyada har xil rohatlanish yoki kayfiyatni ko'taruvchi mediatorlarning ko'payishiga, sizning kundalik hayot tarzingizni ham butunlay o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Hamda albatta o'sha pastelda, ya'ni yotoqda ham siz ustunlikka erishasiz. Ishoning. Demak, keyingisi, agar sizda siydik yo'llaringizda infeksiya, shamollashlar bo'lsa, albatta urolog mutaxassisga murojaat qilib, shamollashlarni bir qator tekshirtirib, shularga to'g'ri tavsiyalarni olsangiz, demak o'ylaymanki, bu demak foydadan xoli bo'lmaydi. Lekin ba'zi bir doktorlar yoki bemorlarimizning o'zi ham keraksiz bo'lgan muolajalarni, har xil urologik muolajalarni olib yurishadi. Qanaqadir prostata beziga massaj, siydik kanalini yuvish, har xil inyeksiyalar olishadi. Bularning hech qanday samarasi yo'q. Yuqorida sanab o'tganimizdek, jinsiy olat boshchasini ta'sirlanishini kamaytirish uchun qaratilgan bir qancha davo muolajalari mavjud. Shulardan hozirgi kunda qo'llanayotgan zamonaviy yechimlardan biri bu fillerlarni qo'llash. Fillerlar o'zi nima? Fillerlar bu demak gialuronik kislotasidan tarkib topgan, polumolочная kislota deyiladi. Polumolочная kislotadan tashkil topgan har xil demak to'ldiruvchilar, fillerlar bor. Bu aynan jinsiy olatning boshchasiga inyeksiya qilinadi. Samarasi juda ham yuqori bo'ladi. Hozir men sizlarga buni rasmda chizib ko'rsataman. Fillerlarni aynan qayerga qilinadi? Fillerlar umuman bezarar. Juda ko'pchilik erkaklar menga savol berishadi. Filler inyeksiya qildirsam bo'ladimi? Buni xatari yo'qmi deyiladi. Fillerlar bu oddiy kosmetologiyada qo'llaniladigan gialuronik kislotasi hisoblanadi. Fillerlarni aynan jinsiy olatning faqat bosh qismiga, terisini ostiga, aynan shu yerdan boshlab mana shu zonaga qilinadi. Uretra kanaliga, ya'ni siydik chiqadigan kanal atrofiga hech qachon qilish mumkin emas. Bu siydik tulish olib kelishi mumkin. Bu yerda shish, achok bo'lib, siydik tulish olib kelishi mumkin. Siydik kanalidan uzoqroq bo'lgan zonada aynan jinsiy olatning bosh qismiga qilinadi va shu yerdagi demak nerv tolalarining ta'sirchanligini kamaytiradi. Sababi u yerda hajm demak moddasi ko'payishi hisobiga nervlarning ta'sirchanligi kamayib, bularning samarali effekti juda uzoq muddat tashkil qiladi. Ba'zi bemorlarda fillerlarni qo'llagandan keyin hattoki 3 yil, 4 yil davomida ham aynan jinsiy demak faoliyatdagi tez bo'shanishdan bemorlar xalos bo'ladi. Hech qachon jinsiy demak olatning tana qismiga yoki boshqa qismlariga, demak moyaklar sohasiga fillerlarni yuborish yoki blokada qilaman degan maqsadda yuborish umuman mumkin emas. Aynan hozir men faoliyatimda ko'ryapman, ko'pchilik bemorlarga noto'g'ri inyeksiya qilish natijasida hattoki jarrohlik usulida ba'zi bemorlarni demak o'sha noto'g'ri yuborilgan joylarini boshqatdan plastik amaliyot qilishga to'g'ri kelgan vaziyatlar ham bo'lib turibdi. Yana bir tibbiyotda uchraydigan muhim davolash usullaridan biri bu demak mikroxirurgik denervatsiya amaliyoti hisoblanadi. Mikroxirurgik denervatsiya bu jinsiy olat nervlarini
demak kamaytirib qo'yish yoki jinsiy olat nervlarini qisqartirish, ularni kesish. Buni qachonki aynan mana shu gialuron demak filler vositalarini qo'llaganimizda yetarlicha samara olmasak, keyin denervatsiyani qo'llash mumkin. Denervatsiya usuli demak mahalliy anesteziya bilan navakain vositasini teri ostiga yuborib, demak og'riqsizlantirish usuli bilan amalga oshiriladi. Amaliyot 15 yoki 20 daqiqa davom etadi. Amaliyotda faqatgina mutaxassis xirurg uzoq vaqt davomida aynan shu amaliyot bilan qo'llagan yoki shu amaliyotni elementlarini bilish kerak. Sababi ko'pchilik xirurglarimiz hamma nerv tollarini kesib qo'yish natijasida hattoki og'ir asoratlardan biri bo'lgan jinsiy zaiflikka ham bemorni olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu yerda o'zining albatta jarrohlik usulida o'ziga xos yuanslari bor. Buni o'sha amaliyotni qilib yurgan mutaxassislar bilan demak maslahatlashgan holda qilishni tavsiya qilamiz. Xo'p, bunda nima qilinadi? O'sha jinsiy olatning boshiga keladigan nerv tollari bo'ladi. Asnomasi yuqori qismida. Shu nerv tollari masalan 3 ta, 4 tagacha tolan bo'lishi mumkin teri ostida. Shularni demak bitta tashlab bitta nerv tollarini kesib qo'yiladi. Orasini uzoq qoldirib kesiladi hamda shu narsa demak jinsiy olatdagi ta'sirchanlikning demak kamayishiga olib keladi. Xullas, bu amaliyot qiyin emas, faqatgina o'tkir ko'rsatma bo'lgan holatlardagina bajarishni bemorlarga tavsiya qilamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bugun men sizlarga mana shu jinsiy tez bo'shanish haqida bir qancha ma'lumotlar berdim. Albatta o'ylayman, bu mavzu juda ham katta. Har kim insonda har xil o'ziga xos demak tomonlari bo'ladi. Bu aytgan masalalarim ba'zi insonlarga demak to'g'ri kelish uchun albatta mutaxassis urolog bilan maslahatlashgan holatda davo choralarini o'tkazishingizni tavsiya qilaman. Chunki mana shu videodan bir insonga manfaat tegsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Chunki juda ko'pchilik bemorlarimiz keraksiz dori vositalarini olishidan yoki masalan dori vositalarining organizmga qo'shimcha nojo'ya ta'sirlar bo'lishidan bemorlarda shuni oldini olsak, biz albatta kimgadir manfaat bergan bo'lamiz. Agar sizda qo'shimcha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, biz sizlarga qo'ldan kelguncha, masalan, olisdagi, uzoq mamlakatlarda bo'lgan birodarlarimizga ham qo'ldan kelguncha yordam berishdan doimo demak mamnunmiz. Sog' va salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Siz bilan urologingiz Hoshimov Nodir Norliyevich bo'ldi.